Mavzu: oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibini, foydali va zararli xususiyatlarini yorliqlar orqali o'rganish. Fan: biologiya. Sinf 8J sinf. O'qituvchi: Daday va Yulduz. Tayyorlagan o'quvchilar: Usman va Jasmina, Abdurasul va Dilnoza. Ovozlantirgan o'quvchi: Usmon va Jasmina. Hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlari juda ko'p va xilma-xildir. Ayniqsa gazli ichimliklar bolalar va o'smirlar orasida juda mashhur. Ammo har bir mahsulotning inson salomatligiga foydali va zararli tomonlari mavjud. Shuning uchun mahsulotlarni iste'mol qilishdan oldin uning yorlig'ini o'qish va tarkibini bilish muhim hisoblanadi. Ushbu loyiha ichida gazli ichimlik yorlig'i asosida uning tarkibiy, foydali va zararli jihatlarini o'rganamiz. Loyiha maqsadi: gazli ichimlik mahsulotlarining yorlig'i orqali uning tarkibini aniqlash, foydali va zararli xususiyatlarini tahlil qilish, sog'lom ovqatlanish nuqtai nazaridan xulosa chiqarish va iste'mol bo'yicha tavsiyalar berish. Loyiha rejasi: gazli ichimlik mahsulotlari yorlig'i bilan tanishish, tarkibidagi moddalarni aniqlash, har bir moddaning organizmga ta'sirini o'rganish, foydali va zararli jihatlarini solishtirish, xulosa va tavsiyalar ishlab chiqarish. Tadqiqot jarayoni: gazli ichimliklarning yorlig'i o'rganiladi va undagi ma'lumotlar yozib olinadi. Yorliqda mahsulotlarning tarkibi, ishlab chiqarilish sanasi va iste'mol bo'yicha tavsiyalar keltiriladi. Mahsulotlar tarkibi: suv, shakar, karbonat angidrid, limon kislotasi va bo'yoqlar. Tarkibiy moddalarning ta'siri: suv organizm uchun zarur bo'lib, moddalar almashinuvini ta'minlaydi. Shakar tez energiya beradi, ammo ortiqcha iste'mol qilinsa semirishga olib keladi. Karbonat angidrid ichimlikni gazli qiladi, lekin oshqozonga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Limon kislotasi ta'mni yaxshilaydi, ammo tish emalini yemiradi. Bo'yoqlar ichimlikning rangini va hidini yaxshilaydi, lekin suvli bo'lsa sog'liq uchun zararli bo'lishi mumkin. Gazli ichimlikning foydali xususiyatlari: chaqoqni vaqtincha bostiradi, tez energiya beradi, qisqa muddat kayfni ko'taradi. Gazli ichimliklarning zararli xususiyatlari: ortiqcha shakar sababli semirishga olib keladi, tishlar kariyesiga sabab bo'ladi, oshqozon faoliyatini buzadi, qandli diabet xavfini oshiradi. Doimiy iste'mol qilish sog'liq uchun zararli. Tahlil: yorliqdagi ma'lumotlarga asoslanib aytish mumkinki, gazli ichimlik tarkibida inson organizmi uchun foydali moddalardan ko'ra zararli moddalar ko'proq. Ayniqsa, shakar miqdorining yuqoriligi sog'liq uchun xavf tug'diradi. Xulosa: gazli ichimliklar mazali va mashhur bo'lsa-da, ularning tez iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Yorliqlarni o'qish orqali mahsulotlar tarkibini bilish va sog'lom tanlov qilish mumkin. Sog'lom ovqatlanish uchun savollar: gazli ichimliklar o'rniga oddiy suv va tabiiy sharbatlarni iste'mol qilish maqsadida nima sababdan gazli ichimlik tavsiyalar: gazli ichimliklarni kamroq iste'mol qilish, mahsulot yorlig'ini diqqat bilan o'qish, tabiiy va foydali ichimlik tarkibida qanday asosiy moddalar qoidalariga amal qilish hisoblanadi. Suv inson organizmi uchun qanday ahamiyatga ega? 6. Shakar organizmga qanday ta'sir ko'rsatadi? 7. Karbonat angidrid nima uchun ichimliklarga qo'shiladi? 8. Limon kislotasining foydali va zararli tomonlari qanday? 9. Gazli ichimliklarning foydali xususiyatlari qaysilar? 10. Gazli ichimliklarning zararli xususiyatlariga sanab bering. 11. Gazli ichimliklarning tishlarga qanday ta'sir qiladi? 12. Nima uchun gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish tavsiya etilmaydi? 13. Sog'lom ovqatlanish deganda nimani tushunasiz? 14. Gazli ichimliklar o'rniga qaysi ichimliklar iste'mol qilish ma'qul? 15. Ushbu loyiha ichida qanday xulosa chiqardingiz? Loyiha ishi uchun tanlangan testlar. Gazli ichimliklar tarkibida asosiy modda qaysi? A. Yog', B. Oqsil, C. Suv, D. Vitamin. Shakar organizmga qanday ta'sir qiladi? A. Faqat foydali, B. Energiya beradi, lekin ortiqcha zararli, C. Zarar qilmaydi, D. Vitamin beradi. 6. Karbonat angidrid nima vazifa bajaradi? A. Rang beradi, B. Ichimlikni shirin qiladi, C. Ichimlikni gazli qiladi, D. Vitamin qo'shadi.
Limon kislotasi asosi nima uchun qo'shiladi? A. Rang berish uchun. B. Ta'mni yaxshilash uchun. C. Narxni tushirish uchun. D. Vitamin sifatida. Gazli ichimlikning foydali tomonlari qaysilar? A. Sog'liqni mustahkamlaydi. B. Chanqoqni vaqtincha bostiradi. C. Tishlarni mustahkamlaydi. D. Vaznni kamaytiradi. Ushbu loyihani tinglaganingiz uchun rahmat.